Hadi. Tamam. Jarimaga tushib qolmay desangiz, mana shunaqangi donlarni sotib olmang. Agar Makka va Madinaga kelgan paytingizda jarima to'lamay desangiz, qushlarni don bilan boqmang. Chunki Saudiya Arabistoni hukumatı ko'p joylarga peshtaxtalar ildi va u yerga qushlarni o'z vazifalarini bajarishga qo'yib bering deb yozib qo'ydi. Bu nima degani? Ular hasharotlar, turli qurt-qumursqalarni yeb, dov daraxtlarga zarar yetkazayotgan zarar kunandalarni bartaraf etish uchun xizmat qilishadi. Biz ularni boqib, semirtirib qo'yadigan bo'lsak, ular o'z vazifalarini bajara olmay qolishadi. Bir muddat davomida Xitoy hukumati ham chumchuqlarni mutlaqo qirib yuborish tufayli dehqonchilik zarar ko'rgan edi. Ana shunday oqibat yuzaga kelmasligi uchun kabutarlarni dondullari bilan boqmaslikni Saudiya Arabistoni hukumati belgilab qo'ydi. Qushlar o'z ishini qilib, yeb to'yib ketgandan keyin afsuski mana shunaqangi xunuk holatlar va haram tozalovchilarga katta ish qoladi. Shu bois mana shunaqangi ishni bajarmang deb qushlarni boqmaslik tavsiya qilinadi. Agar don-dun bilan boqadigan bo'lsangiz, ziyoratchi bo'lishingizga qaramay, sizga nisbatan jarima qo'llaniladi. Bu video haram tozalovchilarning mehnatlarini qadrlashingiz uchun tayyorlandi. Bu videoni yaqinda umraga kelayotgan barcha tanishlaringizga foyda bo'lish uchun jo'natib qo'ying.